Har bir ekilgan nihol kelajakka yozilgan mehr maktubidir. Assalomu alaykum. Efirda faqatgina jimjimador so'zlar bilan emas, balki foydali ma'lumotlar bilan guldasta ko'rsatuvi va men mutaxassis Rudolf Miller. Shu darajaga kelishiga nimalar qilish kerakligi to'g'risida xoslagiga aytib o'taman. Agarda liliyalar to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, keyingi lavhamizni tomosha qiling. Hech qaysi liliya ikkinchi marta ochilmaydi. Dasturimizda e'lon qilingan tanlovlarda ishtirok eting va tokchangizni yoki bog'ingizni yangi gul va o'simlik bilan boyiting. Yashil qo'llar tanloviga suratlar kelishni davom etmoqda. Navbatdagi ishtirokchimiz Toshkent shahri Yashnobod tumanidan Durdona Bakayevaning tokchalaridan o'rin olgan gullarini tomosha qiling. Tanlov oxirida g'olibni aniqlashda sizning fikringiz ham ahamiyatga olinadi. Yashil devorning ahamiyati, qulayligi va afzalliklari to'g'risida ko'p gapirsa bo'ladi. Ana endi ushbu yashil devor gullab turgan bo'lsa, uni ko'rgan ko'zlar zavq oladi. Mavzuni landshaft dizayneri Fotima Usmonova davom ettiradi. Assalomu alaykum. Sizlarni bugun chirmashib o'sadigan atirgullar bilan tanishtiraman. Bu atirgullar ko'p yillik, butun yoz gullaydigan angliskiy sorti, hidi ham zo'r bo'ladi, hovliga juda ham chiroyli go'zallikni beradigan gullar. Bekorga atirgullar bog' malikasi demaydi. Shu darajaga kelishiga nimalar qilish kerakligi to'g'risida xoslagiga aytib o'taman. Bu atirgulimizni ekkanimizga 4 yil bo'ldi. 4 yilda mana shu navesimiz 3,5 metr bo'lsa, 3,5 metri qoplab o'tib ham ketgan, lekin biz kuz oyida kesib turamiz. Buni kesib, forma berib, xom novdalarini olib tashab, keyingi keladigan mana shu bahorga mana shunaqa zo'r bo'lib gullash uchun chiroyli qilib kesib chiqamiz. Xom novdalarini olib tashab, faqat pishgan novdalarni, gul beradigan novdalarni qoldiramiz. Bahor oyida, aprel boshida biz bularga dori beramiz. O'g'it gullashiga yordam beradi. Yana aytib o'taman, immunitet hosil qilishiga ham yordam beradi. Chunki bizani iqlimda issiq bo'lib turib, birdaniga sovuq ham bo'lib qolyapti, iqlim o'zgarishi. O'shaning uchun immunitet hosil qilish kerak, qayta sovuqlikka chidamliligini oshirish uchun. Bu Perderansar navi ochilayotganda o'rtasi to'q bo'ladi, keyin ochilib, oxirgi ochilishida o'sha oppoqroq rangi kelib qoladi. Sekin-sekin ocharib boraveradi. Juda ham chiroyli. Bu navi may oxirigacha gullab turadi, keyin o'sha issiq chilla boshlanganda bitta ikkita gul beradi, bo'ldi. Keyin bizda moskovskiy sorti bor, oppoq, mayda bo'lib gullaydi, lekin to'xtovsiz butun yoz gullaydi, dam olmaydi, chillada ham gullayveradi. Bitta mana shu shoxida 7 ta 8 tagacha birdaniga gul ochadigan sorti. Lekin hamma atirgullarni eng go'zali ichida shu Perderansarni bilaman. Kam gullasa ham, lekin gullashi juda ham chiroyli. Perderansarda hid bo'lmaydi. Faqat o'sha gulini formasi chiroyli, rangi juda ham chiroyli. Bizda angliskiy sortidan yana mana bunaqa pushti rangi bor, juda ham chiroyli. O'rtacha 8 sm bo'ladi guli. Lekin bu ham gul ochganda eng kami 3 tagina. Eng ko'pida 7 ta 8 tagacha gul beradi har bitta shoxida. Gullash to'xtovsiz butun yoz gullaydi, kech kuzgacha chillada ham gullaydi, dam olmaydi. Keyin men yaxshi ko'radigan atirgullarimdan yana bittasi Abraham Derby. Buni hidi juda ham zo'r. Atir hidi keladi. Boshlanishda sariqga o'xshab ochiladi, keyin mana hozir g'unchasi ham bor. Mana sariq deb o'ylaysiz. Ochilganda o'rtasi rozoviy, keyin krem rangi kiradi, kremoviy rangi.
Butun yoz to'xtovsiz gullaydi. Hidi ham bor. Bunikida hidi bor, keyin mana bu pushti rangi bor. Bu ham angliskiy roza. Oldin och pushti bo'ladi, keyin oqarib ketadi. Lekin hidi juda ham zo'r, vanilli hidi keladi. Hammani hovlisida atirguli bor. Bu atirgullarni boshqa atirguldan farqi, buni tarash kerak. So'riga yoki atirgul uchun atelabdan shpalera qilinadi. Yog'ochdan juda ham hozir duradgorlar zo'r yasab beryapti. O'shanaqaga yoki bizga o'xshab oddiy qilib simga tortib, mana shu naveska boylab qo'yganmiz. Biz oldin o'ylardik, ichkari qorong'i-ku, gul bermasa kerak, faqat tashqarisi gullab turadimi desak, mana ko'rib turibsizlar, ichiga ham guli o'tgan. Bizni hovlimizda o'roq bo'lgani uchun o'zi aslida kesib qo'yishadi. O'zini teng yarim bo'yida kesadi. Kimlardir uni o'raydi, endi sovuqroq iqlim, ochiq joylar bo'lsa, bizning hovlimizda o'ralgan hisobiga biz bor balandligini qoldirganmiz. Faqat xom novdalarini olib tashlaganmiz, pishgan novdalarini qoldirganmiz. Buni agar kesib turmasa, chakalezor bo'lib ketadi. Gulidan ko'proq bargi bo'lib qoladi. O'shaning uchun uni kesib, yoshartirib turish kerak. Atirgulni misol uchun tegidan bir xillari o'zidan o'zi yog'och simon bo'lib qariydi. Qariganni aralab olib tashlab, yangi novdalarga yo'l beramiz. Bular atirgul tegidan ham yangi novda beradi, faqat tepasidan emas. Oddiy atirgullarni 20-30 sm qilib kesib qo'ysak, o'roq hovlida kesmasa ham bo'ladi. Faqat xom novdalarni olib tashladi. Atirgullar afzalligi faqat ko'm-ko'p bo'lib turmaydi, gullaydi. Guli, hidi juda ham chiroyli manzara beradi. Misol uchun, bular ham qishda bargini to'kadi. Boshqa chirmashib chiqadigan gullar ichida ham bor bargini to'kadigan, lekin buni o'sha gullashi bilan yutib chiqadigan joyi shu. Kech kuzgacha gullayveradi, to'xtovsiz yoz chillasida. Gulla bo'ldimi, qaychini olib, shu gulla bo'lganini olib tashlaysiz. Agar olib tashlamasangiz, mana bu keyingi ochilmoqchi bo'lgan g'unchalariga kuchi yetmaydi, qotib qoladi. Buni mana shu shoxi gulla bo'ldimi, kesib olib tashlayverasiz, bu yoqdan yangi novda berib, g'unchalab, yana gullayveradi, davom etaveradi gullash. Hovlisida doim gul bo'lishni xohlaydiganlarga chirmashib o'sadigan atirgulni hammalarga tavsiya qilaman. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha. Hozirgi oldimda ochilib turgan gullar bu liliyaning Red Rum navi. Liliyaning Red Rum navi o'zini kamyobligi bilan ajralib turadi. Sababi boshqa liliyalarning o'simliklari, ya'ni boshqa liliyaning gullari olovrang rangda bo'lsa, bu liliyalarimiz qizil rangda bo'ladi. Bu kamyob bo'lishiga qaramasdan uni hovliga ekib qo'ysangiz, unga ko'p parvarish berishingiz shart emas. Faqatgina juda soyali joyga ekib qo'ymasangiz bo'ldi. Quyoshli joyda shu vaqtda liliyalarimiz gullab, yashnab sizning ko'zlaringizni quvontirib turadi. Agarda liliyalar to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, keyingi lavhamizni tomosha qiling. Assalomu alaykum teletomoshabin do'stlar, gulsevarlar. Bugun yana men sizlar bilan uchrashganimdan nihoyat xursandman. Bugungi ko'rsatuvda men liliyalar haqida gapirmoqchiman. Qanaqa qilib shu darajaga olib borganimni sizlarga birma-bir qilib aytib beraman. Liliya guli asosan o'zi kuzda ekiladigan gul. Kuzda ekasiz gulni, lolaga o'xshatib 3 piyozini 3 piyozga chuqur qilib ekasiz, deyinki ustiga qalingina qilib go'ng solib qo'yasiz, bo'ldi. Men shunaqa qilaman. Liliyaga unaqa oshiqcha dori beravermayman. Hozir endi hamma yoqda shu gap, unga dori bering, bunga dori bering deydi-ku, lekin men dorini unaqa ko'p ham beravermayman. Masalan, gortenziya guliga dori berib turaman, lekin liliyaga, piyon gullarga unaqa ko'p ham dori bermayman. Ularga o'sha bahorda prolongirованный действие degan dori bor, hali uzun muddatga ishlaydigan dori. O'shani beraman, shu bilan bo'ldi. Men liliyalarni tabiiy yetishtirish tarafdoriman, chunki shuncha yildan beri men tabiiy usulda yetishtirib kelyapman. Liliyani men o'zi
birinchi marta 17-yili o'sha Germaniyada выставкада bo'lganimda, ko'rgazmada o'shanda olib kelgan edim. O'sha bo'yicha mana 9 yildan beri liliyani parvarishlayman. Mana shu 9 yil ichida men shu xulosaga keldimki, liliyalarni ekishga ham bog'liqda. Mana masalan, chuqur qilib ekib yorsangiz ham unda ham bir xato qilgan bo'lasiz yoki yuza ekib qo'ygan bo'lsangiz, mana bizada erta qish yaxshi o'tgani bilan erta bahorda qattiq sovuq bo'lyapti, 10-11 gradusli. Ana o'shanaqalarda ham ular muzlashi mumkin-da. Shuning uchun liliyani me'yorida qilib ekish kerak, o'sha 3 ta piyoz chuqurligida. Mana hozir masalan bu yil bahorda ko'p liliyalar bozorda sotildi. Rosa chiroylilarini Xitoydan olib kelib sotishdi. Uni ochiltirib, chiroyli qilib sotishdi. Chunki yaxshilab dori berishgan, u ochilgan. Sotayotgandek bolalar bu yoz bo'yi 3-4 marta ochiladi deb aytibdi-da. Men borib unga aytdim, ukam, o'g'lim, bu 3-4 marta ochiladigan gul emas. Liliya bir marta ochiladi. Bir marta ochiladi. Shu bilan keyin keyingi yil ochiladi. Hech qaysi liliya, men shuncha paytdan beri mana liliyalarni olib ekaman, parvarishlayman. Hech qaysi liliya ikkinchi marta ochilmaydi. Bandida masalan oldinma keyin ham ochiladi. Oldin bittasi, keyin ikkinchisi qilib, lekin ochilib bo'lgandan keyin o'sha mana shu bandini 3dan 1 qismini qoldirib, 2 qismini olib tashlash kerak ekan. Hozir men sizlarga shuni ko'rsataman. Mana sizga o'sha aytgan gapim, ko'rdingizmi? Mana novdasi. Mana hammasi ochilib bo'ldi. Bu yog'iga endi bu mana bu urug'i. Urug' boylashni boshlaydi. Shuni iloji boricha olib tashlash kerak urug'ini. Urug'ini agar siz qoldirsangiz, bu urug' qiladigan bo'lsa, unda piyoz o'smay qoladi. O'shaning uchun olib tashlash kerak. O'zi piyozdan ham boylayveradi. Lekin endi ham piyozidan, ham urug'idan ko'paytiraman deganlar bo'lishi mumkin. Lekin men tavsiya qilmayman, men olib tashlayman. Mana shu hali aytganimdek 3dan 1 qismini kesib tashlash kerak mana. Ya'ni degani mana shunchasini kesib tashlash kerak. Bu boshqa ochilmaydi. Hamma liliyalar shunaqa. Mana 3dan 1ini olinadi. Ozgina qoldirish kerak-da. O'sha piyoziga rivojlanishiga mana shu qolgani ham yetadi. Mana. Ko'rdingizmi? Bu yerda mana xilma-xil sortlar qilib ekilgan va chiroyli ochildi lekin. Bular oldinroq ekilgan. Nega yana bitta narsaki, masalan, bu ham lolaga o'xshab, oldinroq ekilgan piyozlaringiz oldinroq ochilar ekan, kechroq ekilgan piyozlaringiz kechroq ochilar ekan. Lekin bularni sal oldinroq, kechroq ochiladigan sortlari ham bo'ladi. Mana masalan, mana shu sarig'i shu o'rtacha ochiladigan ekan. Narigisi pushtilaydi-da, mana bu sarig'i o'rtacha ochilar ekan. Endi mana bunisi mana eng kattasi mana shu endi ochiladi. Bu o'sha aytganimdek 17-yili Germaniyadan olib kelgan piyozim. Mana bu oxiri bu ochiladi. Rosa hidli bo'ladi ochilishi. Mana bu yerda ham mana bitta ochilgani bor ekan. Buni ham mana olib tashlaymiz. Buni keyin bu ochilib bo'lgan ekan. Ko'rdingizmi mana? Ketma-ketlikda ochiladi. Mana bular ochilib bo'ldi, bu ochildi, keyin bu shu bilan bo'ldi. Keyin yana bitta qo'shimcha qilmoqchimanki, o'sha bozorda sotishayotgan bolalar o'zligi yetishtirmagan-ku. Ular kimdir yetishtirib olib kelib bergan. Ular to'g'risi bilishmaydi ham-da buni qanaqa yetishtirish yo'llarini. O'shaning uchun ularning gapiga ishonib odamlar oladi. Keyin qarasa ochilmayapti. Keyin nega qanaqadir dorilar beraymi, nima qilay, nimaga meniki bitta ochildi, boshqa ochilmayapti deb menga ham savol berishadi. Men hammaga tushuntiraman, yo'q, liliya bir marta ochiladi. Lolaga o'xshagan bir marta ochiladigan gul. O'shaning uchun sizlar adashmanglar. Agar masalan mana bir narsa olayotganinglarda-chi o'sha bozorda o'tiradiganlar ham ularning ham tirikchiligida ular sotishadi-yu, lekin asosiy dehqonlar, mana buni yetishtiradiganlar bozorda o'tirishga vaqti yo'q. Ular o'sha kimlargadir beradi, ular sotadi. O'sha keyin informatsiyani ham noto'g'ri berishadi. O'shaning uchun bir xil narsalarni internetdan o'qisanglar ham bo'ladi.
Lekin internetga ham butunlay ishonib bo'lmaydi, chunki internetda asosan Yevropani iqlimiga moslashgan roliklar, bizani O'zbekistonni iqlimiga moslashgan roliklarni faqat shu Dunyo bo'ylab kanalida guldasta ko'rsatuvida ko'rsanglar bo'ladi. Mana masalan liliya gulini yetishtirish qiyin emasda. Aytvaman, o'sha men oldin aytganimdek, bitta ekasiz, yaxshilab go'ng berasiz, shu bilan bo'ldi. Men shunaqa qilib ekaman. Menda juda ham chiroyli, yaxshi o'sadi. Shuning uchun masalan bu qanaqadir daromad ko'rishga ham oson gulda. Masalan mana shu bitta shoxini-chi yaxshigina pulga sotsa bo'ladi. Bitta shoxini kesib uyga suvga solib qo'yishga ham ko'zim qiymaydi, chunki bu o'zida tursa ko'proq vaqt turadi. Uyga olib kirib qo'ysangiz, suvga solib kamroq vaqt turadi. Shuning uchun men qo'l tegizmayman, joyida turadi. Lekin masalan bir xil daromad qilmoqchi bo'lganlarga ham juda ham qulay narsa-da. Bitta ekasiz, bo'ldi, suv quyasiz. Aytaman, men unaqa oshiqcha dori ham qo'ymayman. Agar masalan o'sha xitoyliklar aytayotgan dorilardan quysa, balki undan ham ko'proq bo'lib ketadi gullari. Lekin menga mana shuni o'zi ham yetarli-da. O'zini o'zi bandlayman degan odam uchun gulchilik juda ham daromadli ish bo'lib qoldi hozirgi kunda, chunki gullar rosa qimmat. Xaridori ko'p. Hamma hozir bir-biriga gul taqdim etadigan bo'lib qolgan. Ko'pchilik odamlarga buni hidi ham juda ham yoqadi. Nimamiz ochilganda qo'lim gurkirab ketadi shu bitta gulni o'zidan ham. Bu yerda qarang, bu yerda bitta gulda. Nima uchun bitta gul mana sizda deb aytishingiz mumkin, savol berishingiz mumkin. Bularda ko'proq, chunki buni piyozini men ko'paytirdim. Bo'lib tashladim-da. Mana yonlaridan chiqdi. O'shaning uchun bu yil bitta. O'zi mana bitta 3 ta. Teyda bolalari bor. Bu yil men bularni ko'paytirdim. Keyin to'g'risi aytsam, masalan, buni piyozini ham sotsa yaxshi pulda. Bozorda piyozi kuz paytlarida 50-60 ming bo'ladi. To'g'risini aytsam, men mashina piyozini bir 5 tasini sotib yubordim bu yil. Boshqa liliyalar oladigan bo'ldim-da. Keyin buni 5 tasini sotib yubordim. O'rniga keyin boshqa ranglardan oldim. Bog'am o'zini xarajatini o'zi qoplaydigan usulda mana. Men yaxshi ko'raman, xilma-xillik bo'lsa, keyin meni odatim bu yil bitta gulli eksam, yana yilga boshqa gulli ekkim kelib qoladi. Darrov o'sha xolamaganimni kovlab internetga qo'yib sotib yuboraman, o'rniga o'sha keyin yangi chiqqanini olishga harakat qilaman-da. Ham yonimdan ketavermaydi-da pul, o'zini o'zi qoplaydi. Endi kuzga borganda bir qismi quriydi. Uni olib tashlash ham shart emas, qolaversa ham bo'ladi, xolasangiz olib tashlasangiz ham bo'ladi. Kuzga qalin qilib go'ng solib qo'ying. Chirigan yaxshi go'ng solsangiz, men shunaqa qilaman. Kech kuzda qalingina qilib chirigan go'ng solaman, erta bahorda solaman. Shu bilan bo'ldi, boshqa dori bermayman. Buvamgilar ham eskidan gullarga qarashib, gullar parvarishlashgan, ular o'sha paytda faqat go'ng ishlatishardi. Shuning uchun men ham shu go'ngga o'rganganman, boshqa doriga nisbatan. Shuning uchun aytamanki, liliya gulini, umuman boshqa gullar, mana piyon gullarni ham yetishtirish qiyin ish emas. Qo'shnim meni yonimda pensiyaga chiqqan xotin, meni yoshimdagi, ular piyonlar ekanlar-da, har bahor gulini sotadilar. Kelib o'sha gulchilarni o'zi uylaridan olib ketishadi. Anchagina daromad qilaman, yilda bir marta deydilar. Keyin kuzda uni piyonni ko'chatini ajratib, bir qismini o'zlariga qoldiradilar, bir qismini sotib yuboradilar. Ana ko'rdingizmi, oddiy bitta pensionerni qo'shimcha daromadi ham bo'lishi mumkin ekan-da, shundan kelib chiqib. Bu liliyalarimni men kech bahorda olib keldim. Turkiyaga dam olishga borganimizda yoz yaqinlashib qoluvdi, shunda ham piyozini ko'rib qolib, o'zimni bosib turolmay oldim. Ochildi, bo'lmasam yo'q dedim. Mana qarang, bu ham yaxshi ochildi. O'sha kechroq ekilgani ham yaxshi ochilar ekan. Mana buni ham o'sha aytganimdek, faqat
ekdim. Ustiga go'ng soldim-da bo'ldi. Hech qanaqa dori berganim yo'q. Hech namasiz mana bir yaxshi o'syapti. Xayrlashdan oldin sizlarga aytmoqchiman, agar masalan shu liliya guli bo'yicha qanaqa savollaringiz bo'lsa, yozib yuboringlar, biz albatta javob beramiz. Salomat bo'ling. Endi siz har shanba kuni shu vaqtda Guldasta ko'rsatuvining original sonini tomosha qilishingiz mumkin. Dasturimizda e'lon qilingan tanlovlarda ishtirok eting va tokchangizni yoki bog'ingizni yangi gul va o'simlik bilan boyiting. Xayr, salomat bo'ling.